polimerlar mavzusi bo'yicha masalalar ko'rishimiz kerak. Polimerlar darajasidan ko'proq masalalar tushadi bu mavzuda. Birinchi bo'lib boshladik. Shu 10-sinfda ham berilgan alkenlarni biz polimerlaymiz. Ya'ni N bu yig'ilayotgan monomer, ya'ni qo'shiladigan monomer. Bu moddamiz etilen hisoblanadi. Etilen. N-tasi qo'shiladi-da, pibog' uzilish hisobiga borardi o'zi polimerlanish. Mana CH2 buyog'iga bitta bog'i chiqdi, pibog' uzilgandan keyin bunga tarqaldi va mana bu uglerodga tarqaldi, mana CH2 ga tarqaldi, mana. O'rtasidagi bitta bog' uzilib ketdi pibog', mana ikkalasiga tarqaldi bitta bog'. Keyingi molekula ham xuddi shunaqa bo'ladi. Keyingi molekula ham xuddi shunaqa bitta bog' bunga tarqaldi. Mana shunaqa tarqaldi. Mana shunaqa ketaveradi. N-tasi bir-biri bilan birikadigan bo'lsa, mana bu bog'lari bilan mana bu bog' o'zaro birikadi. Bitta bog'ga aylanadi mana. Anaqa bu bitta bog' bilan. Keyingisi bilan ham xuddi shunaqa. Keyingisi bilan ham mana shunaqa birikib ketaveradi. Biz buni qisqacha qilib turib, bu yog'ini o'chiramiz. Qisqacha qilib turib, mana bunaqa yozsak bo'ladi. N-ta deb turib. Mana. N-ta deb yozamiz. Ya'ni mana shunaqa etilenni qismidan mana bu qism zveno deyiladi. Mana bu qism nima ekan? Zveno. Mana shu sariqda ko'rsatilgan zveno. Ana shunaqa qismlardan juda ham ko'p bo'ladi. Bu polietilen. Etilen polimerlansa polietilen hosil bo'ladi. Polietilen. Endi qanaqa topamiz biz? Shu polimerlanish darajasi hisoblanadi bu. Polimerlanish darajasi hisoblanadi va buni topish formulasi bor. Molyar massa polimerni o'sha polietilenni bo'lamiz molyar massa monomerga bo'lamiz. Xo'p. Aytaylik, masalada keldiki 56.000 gram taqsim molga teng deb keldi polimerning molyar massasi. Polietilenning molyar massasi mana shuncha deb keldi. Polimer darajasini toping deb savol keldi. Polimerni bo'lamiz monomerni molyar massasi. Monomer bu yerda etilen 28 ga. Hisoblaydigan bo'lsak 2000 bo'ladi. Demak, polimer darajasi necha ekan? To'g'ri javobimiz 2000 bo'ladi. Bu alkenlar misolida polietilen, polipropilen va hokazo mana shunaqa polimerlanadi. Mana shunaqa polimerlanadi. Polipropilen ham xuddi shunaqa tartibda bo'ladi. Mana misol uchun yozamiz. CH3 CH qo'shboq CH2 ana. Polipropilen propilen polimerlanadigan bo'lsa, polipropilen hosil bo'ladi. Biz uni mana bunaqa ko'rinishda yozsak bo'ladi. CH mana CH bilan mana buni o'rtasidagi bitta bog' uzilib ketadi. Mana o'sha CH, sariqdagi CH va bitta bog' qoldi, CH2 bo'ldi. Bu bilan mana bu ikkalasiga tarqaldi bog'lar, ikkalasiga tarqaldi, teng taqsimlandi. Mana bu metilni pastga olib yozdim mana. Mana bundagi metilni pastga olib yozdim. Endi mana shundan nima bo'ladi? N-ta bo'ladi. Mana shundan N-ta bo'ladi. Tushunarlimi? Bu polipropilenni anaqasi. Zvenosi hisoblanadi. Bu propilenni o'zi chiqyapti. Polipropilen. Xo'p, endi alkadillardan ham polimerlar ko'rsataman. Alkadillar ham polimerlansa
nimalar hosil bo'ladi? Mana shunaqa polimerlar hosil bo'ladi. Makromolekula hisoblanadi. Masalan, butadiyen 1,3 degan moddamiz bor. Buni oldin ham ko'rsatganman. Shu polimerlanadigan bo'lsa, ana bu qo'shbog'ini uzib yuborsam, bu ikkitasiga tarqaladi, boshdagi ikkitasi. Bu pibog'ni uzsam, keyingi 3-chi, 4-chi uglerodga tarqaladi. Keyin mana SH2 bitta bog', SH bitta bog', SH bitta bog', SH2. Hammasiga bittadan bog'lari bor. Mana bu ikkala o'rtadagi uglerodlar o'zaro nima qiladi? Bir-biri bilan o'sha bog'larini qaytadan tiklaydi. Mana bunaqa bo'ladi. Tarqalib ketadi-yu ikkitasi. Mana bularga. Ikkita chetdagichi, ikkita chetdagi mana keyingisiga birikish uchun imkoniyat yaratadi. Mana. Keyingisiga birikish uchun. Mana shunaqa qilib turib, biz qo'sh bog'imiz o'rtaga tushib qoladi. Bu moddamiz bo'lar ekan butadiyen 1,3. Alkadillar polimerlansa bilamizki, kauchuklar hosil bo'ladi. Sintetik kauchuk yoki bo'lmasa buni boshqacha nomi poli butadiyen 1,3. Oson bo'ldi, qiyin joyi yo'q. Poli butadiyen 1,3. Nima savollar bor? Hozir masalasiga o'tamiz, masala qismiga. To'g'ri qilyapti bet. Mavzu bo'yicha, polimerlash bo'yicha yana qanaqa savol bor? O'tgan safar aytdik, polikondensatsiya va polimerlash degan reaksiyalar bor edi. Bir-biridan farqi bor edi. Polimerlashda mana ko'rib turibmizki, bitta monomerdan yagona modda chiqadi, bo'ldi. Boshqa hech narsa chiqmaydi. Polikondensatsiyada esa reaksiya mahsulotidan tashqari yana boshqa moddalar chiqib ketadi. Boshqa moddalar ham chiqib ketadi. Polimerlash pibog'ning uzilishi hisobiga boradi. Polikondensatlash esa unaqa emas. Shu bo'yicha ham savollar kelgan mana. Farqi degan savollar 8-9 masala. Polimerlash bilan polikondensatlashning farqi yoki o'xshashligi deb savollar kelgan. Nechinchi savolni ko'ramiz. Bu yerda metil metakrilat, akril kislotani polimerlanishi. Ho'kazda shunaqa savollar berilgan. Akril kislota endi bu kitoblarda yo'q hozir. Xo'p, stirol degan moddamiz bor. Mana shu bo'yicha savollar kelgan. Polistirolni monomerini ko'rsating. Polistirol degani bu polistirol degani polivinil benzol degani. Vinil gruppasi bor deya. Mana benzol gruppasi SO6H5 bo'lsa, SO6H5 bo'lsa, unga birikadi vinil gruppasi mana SH qo'shboq SH2 mana bu qismi vinil gruppasi ekan. Mana vinilni belgilab olamiz. Sariqda va benzol qismini mana yashilda belgilab olamiz.
Mana bu qism benzol qismi. Vinil benzolli monomeri yoki polistirolli monomeri vinil benzol degan javob bo'ladi. Xo'p, polistirolning o'rtacha molekulyar massasini bergan taxminiy polimerlar darajasi. Hozirgidek polimerlar darajasini topish formulasi bor. O'sha polimernikini berib turibdi, o'zi 1/4000 deyapti. 1/4000 molar massali deyapti. Bo'lamiz. Polistirollikini beryapti. Stirolli, mana bu modda stirol moddasi. Stirol yoki vinil benzol. Boshqacha nomi stirol. Shuni molekulyar massasiga bo'lsak, polimerlar darajasi kelib chiqadi. 1/4 buni polimer bunaqasi. Monomerli molar massasi 1/4. Mana formaga tushyapti. Mana polimerlikini bo'lamiz monomerikiga. Polistirollikini beryapti 1/4000, astirolli o'ziniki 1/4. Javobi 1000 bo'ladi. 10 darajasi 3 yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak. Tushunarli? Yaxshi, tushunarli bo'ladigan bo'lsa, men bitta masala ko'rsataman. Salgina darajasi munoyroq bo'lgan, qiyinroq bo'lgan savollarni ko'rsataman. Bilamizki, har qanaqa moddamizda 1 molida nechta molekula bo'ladi? 1 molida nechta molekula bo'ladi? Avogadro sonicha molekula bo'ladi, to'g'rimi? Avogadro sonicha. Bizda aytyapti, polimerlar darajasi 240 bo'lgan polietilenning bitta molekulasini massasini toping deyapti. Demak, yozib olamiz. Bu masalamiz 26. N barobar polimerlar darajasi demak 240 ekan. Polietilen molar massasini topadigan bo'lsak, 240 ni ko'paytiramiz. Etilenning molar massasiga 28 ga. Ko'paytiradigan bo'lsak, bizda polietilenning molar massasi kelib chiqadi. 240 ko'paygan 28. 6720. 6720 gram taqsim mol, ya'ni 1 mol polietilen. 1 mol polietilen qancha gram bo'lar ekan? 6720 gram. Va shu polietilenimizda nechta molekula bor? Hozir aytib o'tdim. 1 molida Avogadro sonicha. Ko'paygan 10 darajasida 23 ta. Bo'lsa, menda so'rayaptiki, bitta molekulasini massasini toping deb. Hisob kitob qiladigan bo'lsam, 11,6 10 darajasi 20 -21 bo'ladi. Ko'paygan 10 darajasida -21. Bitta molekulasini massasi mana shuncha to'g'ri keladi. Mana shunchaga to'g'ri keladi. Tushundikmi? Demak, polimer darajasidan turib men polimer molar massasini topsam, monomerlikini ko'paytiraman o'sha polimer darajasiga. Bu degani 240 ta etilenlar 1-2 ta degani. Har bitta etilen 28 ku. 240 tasi 1-2 ta degani polimer darajasi degani. 240 tasi 1-2 polietilenni hosil qildi. 6720 gram taqsim mol. Bu degani 1 mol 620 gram degani va 1 molida mana shuncha molekula bo'lsa, bittasida qancha deb hisoblayman. Yoki bitta formula bor. Har qanday moddaning bitta molekulasini massasini topish uchun formula bor. Bu yoqqa chiqib qolyapti-da. Shu yozsak zo'r bo'lardi-da. Bitta betga. Topish uchun molar yoki molekulyar massasini, farqi yo'q, molar va molekulyar massasini ko'paytirish kerak. Bir massa atom birligini son qiymatiga. Qancha edi bir massa atom birligi?
Ha? 1,6 10 darajasi minus 24 gramm. Ko'paytirish kerak. Mana qoidasi. Mana qoidasi. Hozir shu yerda 6720 ni ko'paytiramiz 1,66 ga deydigan bo'lsak, mana shu javob kelib chiqadi. Javob 11 16 10 darajasi minus 21 kelib chiqadi. Keyingisiga o'tamiz bo'lmasa. Yigirma to'qqiz. Aytyaptiki 29da 1 ko'paygan 10 darajasi minus 3 mol polipropilen massasi 42 gramm bo'lsa, polimer darajasini toping. Demak, polipropilenni moli bor. Sразу songa o'tkazib olsam 10 darajasi minus 3 degani 0,001 degan. Mana shuncha mol degan. Massasini ham bergan 42 gramm. Endi nima qilaman? Molyar massaga o'taman. Massani molga bo'lish orqali o'tadi. Massasi 42 gramm bo'lamiz 0,001 molga barobar 42 ming gramm taqsimda mol. Endi polietilenni molyar massasi kelib chiqdi mana. Molyar massa polietilen. Endi polimer darajasini topish uchun men polietilenni molyar massasini bo'laman etilenni molyar massasiga, ya'ni nechiga? Etilenni molyar massasi 28. 42 mingni bo'laman 28 ga. Adashmasam 1500 bo'lsa kerak. Ha. 1500. Mana javobi kelib chiqdi. Polimer darajasi demak 1500 ga teng ekan. Bu yoqdagi hammasi xuddi shunaqa. Polimerlar darajasini toping, boshqasini toping. 39. Beryapti bizda 39 da 56 gramm polietilen. Va o'sha polietilenning anaqasini beryapti. Strukturasi mana bunaqa. Ming deyapti. Polimer darajasi demoqchi bo'lyapti mana. N mashda turardi. Demak, polietilenni polimer darajasi 2000. Polietilenni molyar massasini topadigan bo'lsam, 28 etilenniki ko'paytiraman polimer darajasiga. Polimer darajasi, polimerlanish darajasi 2000 ta bo'lsa, hisob kitob qilsam 56 ming bo'ladi. 56 ming gramm taqsim mol. Endi manda anaqa bor. Polietilenning massasi bor, molyar massasi bor. Molini toping deyapti. Molini topish uchun bu polimer darajasi emas, bu mol bu. Adashtirmaslik kerak-da. 56 gramm polietilenning massasi bo'lamiz 56 ming gramm taqsim molga bo'ladigan bo'lsak, javobi molda chiqadi. 0,001 mol bo'ladi. Bu degani 10 darajasi minus 3 mol degan. 10 darajasi minus 3 mol degan. Tushundingmi? Javobda ham bor shu javob. Avval molyar massasini topib olamiz.
polimerlar darajasini monomer molar massasiga ko'paytirib, keyin massani o'sha polimerlar molar massasiga bo'lib yuboramiz. Oltmish uchni ishlaymiz, shu bilan boshqa qilib tugaydi, hammasi tugaydi. 63. Demak, bu ham polimerlanish bo'yicha etilin polimerlanibdi. 5,6 gram etilin polimerlanishidan hosil bo'lgan makromolekula 7,207 darajasi 20 ta ekan. Demak, bir qism etilin men bu yerda payqadimki, polimerlangan, bir qism etilin polimerlanmagan. Mana polimerlanayotgan etilinni yozib oldim. Mana shu polietilen bo'lsin, polimerlanish bo'lsin va polimerlanmayotgan mana polietilen, etilen to'g'ri. Polimerlanmayotgan etilen, ya'ni qolib ketayotgan etilen. Bir qismi qolib ketyapti. Nimaga qolib ketdi desa, o'sha qolib ketgan qismi bilan kalipermanganatni suvli eritmasi. Kimma reaksiyasi edi bu? Etilen plus kaliy marganiz otur plus suv. Kimma reaksiyasi edi bu? Kalipermangan suvli eritmasini alkillar bilan reaksiyasi. Bu Wagner reaksiyasi edi. 4 ta bo'ladi, bu yerda 2 ta bo'ladi. Bu yerda 3 ta bo'ladi. 3 ta bo'ladi. Va chiqadi 3 ta. S2 H4. Yo'q, men yozib olinman-ku o'zi. 2 ta kaliy OH, 2 ta marganiz O2. Mana reaksiya shunaqa, mana bu cho'kma modda. Ko'mir rangli cho'kma. Bizda aytibdiki, reaksiya kirishmagan propen, yo'q, etilen, reaksiya kirishmagan eten 100 gram 3,6% kalipermanganat suv eritmasini rangsizlantiribdi. Demak, mana bu yerda kalipermanganat molini topib olsam, 100 gram 3,6% degani tarkibida erigan moddasi 3,6 gram degani o'sha kalipermanganat. Bo'laman 158 ga. 0,02 mol. 2 mol kalipermanganatdan ko'rib turibmizki, mana 3 mol etilen reaksiya kirishayotgan bo'lsa, 0,02 mol bilan qancha deydigan bo'lsak, 0,03 mol. Demak, reaksiya kirishmayotgan mana bu etilen qancha ekan? Mana shu etilen 0,03 mol. O'zi qancha edi etilen? O'zi boshida dastlab etilen 5,6 gram edi, ya'ni 0,1 mol, 0,2 mol bo'ladi. Shunaqami? 5,6 gram. 28 ga bo'lsa 0,2 mol. Shu 0,2 mol ichida 0,03 reaksiya kirishmayotgan bo'lsa, qolgan qancha qolyapti? 0,17 mol. Mana shuncha mol etilen polimerlanishidan 7,207 ko'paygan 10 darajasida 20 ta makromolekula hosil bo'libdi. Endi nima qilaman? 1 mol makromolekula hosil bo'lishi uchun necha mol etilen ketadi deb topaman. 1 mol makromolekulam bu 10 darajasi 23, 6,02 10 darajasi 23 ta. Ana shuncha makromolekula, ya'ni polietilen chiqishi uchun, ya'ni 1 mol polietilen chiqishi uchun necha mol deydigan bo'lsam, hozir bu yerda to'g'ridan to'g'ri polimerlar darajasi kelib chiqadi. To'g'ridan to'g'ri 6,02. Xo'p, mana bu 10 darajasi 20 bilan 23 qisqarsa 3 qoladi-da.
6/2 0 bo'ladi. Ko'paygan 0,17 bo'lingan 7,207. 142 kelib chiqdi. Demak, 142 mol etilen nima qilinishi kerak ekan? Birikishi kerak ekan. Qachonki 1 mol, ya'ni 6,23 da makromolekullar chiqishi uchun. Bizda polimer darajasini toping desa, mana bu javobni to'g'ri olishimiz kerak. O'rtacha molekulyar massasi polietilenni deyaptimi? Yana o'sha qoida. Polietilen topish uchun 142 polimer darajasini ko'paytiramiz 28 ga. Monomeriga ko'paytiramiz. 142 bu polimerlar darajasi, har bitta etilen 28, 3976. To'g'ri javobimiz mana oxirida ana shu bo'ladi. Mana shunaqa qilib qo'yaylik. Qayerda tushunarsiz bo'ldi, so'ranglar. So'rang, qayerda tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, ishlab beraman, qaytadan tushuntirib beraman. Etilenning bir qismi polimerlangan, bir qismi qolib ketgan. O'sha qolib ketgan qismi kaliper mangan suli eritmasini reaksiyaga kirishgan. Wagner reaksiyasi bu. Koeffitsiyentlar mana shunaqa tenglashadi. Xo'p, 100 gram 3,16%, 3,16 gram bo'ladi erigan modda. Kaliper manganati o'sha. 158 molar massasi bo'lsa 0,02 qolib ketgan bo'lsa, 0,02 alken bo'lgan, qolib ketgan. Xo'p, o'sha qolib ketganidan, jamisidan o'sha qolib ketgandan esa mana bu yerda polimerlashishga uchrayotgan etilen. Va natijada mana buncha makromolekula chiqqan, mana buncha. Men 6,23 ta makromolekula, ya'ni 1 mol chiqishi uchun nechta polietilen ketadi desam, 140 ta. 140 tasi 28 dan 3976 bo'ladi. Bo'ldi, deyarli boshqa qilib qolmadi. Hammasi shu. Polimerlar mavzusi bo'yicha. Organik kimyoni mana tugatib oldik. Hamma mavzulari, masalalar ishlab nihoyat tugatdik. Endi keyingi darslardan boshlab nima qilamiz? Takrorlash darslarini olib boramiz endi. Sekin-sekin hamma mavzusi bo'yicha. Men testdan tashlab turaveraman. Bu yerda aralash organik kimyo bo'yicha aralash tashlab turaman. Aralash savollar ishlaymiz endi ko'pincha. Detin savollari, aralash savollar hammasi organik bo'yicha to'liq ishlashimiz kerak. Chunki tugadi organik kimyo hammasi. Mana savol bor. Savollar yo'qmi? Ertaga vaqtni belgilab. Men o'tgan hafta aytdim o'zi. Savol javob qilamiz dedim. Ertaga shunaqa qilamiz. Organik kimyoni alkallar mavzusidan boshlab 5 ta mavzusini savol javob qilaman. Nazariy jihatdan. Keyingi darslardan seshanbadan boshlab masalalar aralash ko'rib ketaveramiz hamma mavzu bo'yicha. Reaksiya so'rayman, formula so'rayman, boshqa hamma mavzu doirasida nima bo'lsa so'rayman. Alkan, siklalkan, alken, alkadiyen va alkin. 1 2 3 4 5. Alkan, siklalkan, alken, alkadiyen, alkin. Ana shungacha 52-mavzugacha. Hammasini so'rayman. Ertaga. Kechda vaqtini aytamiz. Vaqtini aytib qo'yaman. Shunaqa savol javob bo'ladi. Tushunarlimi? Ha? Bo'lmasa shu bo'ladi vazifa. Ertagacha yaxshilab o'qib, darsga tayyor bo'lamiz. Savol javobga hamma qatnashishi kerak. Qolganlarni ham eslatib qo'yaman o'ziga. Bo'lmasa bugungi darsimiz shu.